Jimlik. Nihoyat, bugun oddiy kechani qanday ajoyib dam olishga aylanish mumkinligini ko'rsataman. Va bunda menga Yandex Plus yordam beradi. Birinchi qadam yaxshi film tanlash. Bu eng qiyin bosqich. Lekin film tanlayotganimda keyingi bosqichni ham o'ylashim kerak. Sizga ham tanishmi? Juda ochmisiz, lekin ovqat tayyorlashga kuch yo'q. Yaxshiyamki, Plus bor. Endi kechki ovqat muammosi hal bo'ldi. Buyurtma qildim. Endi kutish qoldi. Vah, qanday tez yetib keldi. Hammaga shunaqa kechki ovqat tilayman. Endi kechani davom ettiramiz. Film tayyor. Ovqat oldimda. Mukammal kechki dam olish rejasi bajarildi. Film ko'rdim, ovqat yedim. Endi uyqudan oldin kitob tinglashni yaxshi ko'raman. Plus bu eng sevimli, qulay va yoqimli kechalar. Siz qanday dam olasiz? Serialmi yoki kitob? Kommentda yozing.